Assalomu alaykum. Akalar ukalar, hozirgi payt juda yuk mashinaga talab ko'p. Chunki sezoni. Kimdirlar qurilish qiladi, u olib kelib bering, bu olib kelib bering tinmaysizlar. Yoki dalalarda bug'doy o'rilyapti, somon toshish kerak, piris toshish kerak, bug'doy don toshish kerak, xullas tinmaydigan payt. Lekin yuk mashina olmoqchisiz, pulingiz yetmayapti. Qimmat, misol uchun Xitoy yuk mashina olaman desangiz 6000, 7000, changallar. Menga arzondan kerak deganlarga akamizda bir emas, ikkita UAZ Bartoy bor ekan. Arzonga beraman, olishsin, maza qilib deyaptilar. Qo'pol qilib bersak, bittasi shu bitta sigirdi puliga. Olasizlar, maza qilib, lekin yili ham juda eski emas. 87-yil bittasi, bittasi 88-yil. Olinglar, bunaqa narxga har doim chiqarmasa kerak. Diqqat bilan eshittinglar, vaqtinglar olmayman, xudo xolasa sizlar tez telefon qilib olib ikkalasi ham Namangan shahrida bitta odamniki turibdi. Birinchisi o'rtoqlar 246 nomerligi 87-yil. Bu o'sha bittasi konteyner kuzov, bittasi taxta kuzov. Qaysi birini olmoqchi bo'lsanglar, konteyner kuzovda deb aytsanglar, endi bo'lmasam taxta kuzov deb tanishtiramiz. Boshlaymiz. Zavodskiy srochni ikkita sotib olaman deyaptilar. 87-yil o'sha konteyner kuzovidan boshlaylik. Xo'p, motori 21 motor, o'zini motori, rasxodi yo'q motori deb aytayaptilar. O'zimga deb o'sha tayyorlatgan ekan, salonlari ham cho'tka qilib, kabinalarini ham kraska qilib zo'r qilib olgan ekanlar. Endi sotib olaman deb aytayaptilar. Rozetkasi bor, lekin ishlamaydi. Endi cho'cha rasxodi bordir. Agar ishlataman desanglar, rasxodi bor deb aytdilar. Kabinasi kraska qilingan, konteyner kuzovlari, korobka, mostlarda ham ishi yo'q deyaptilar. Balonlarini, ammo minuslari bor o'rtoqlar bu mashinani. Balonni almashtirib olar ekan, baloni yo'q hisobida o'ring deb ma'lumot berishdi, lekin salonlari zo'r. Gazi ikkita torpeda 2028-yilgacha benzinda ekan. Dokumentda GBAsi yo'q deb ma'lumot berdilar va eski texpasportda deb ma'lumot beryapti. Asosiy minuslardan biri shu. Mana keyin ramasi butun deyaptilar. O'sha pochta xizmatida ishlab yurgan mashina. Keyin aka hadovoylari yaxshi. Men har desam hadovoylari zo'r, hadovoylari yaxshi, lekin tormoz sistemasini ko'rsatib oladi deb ma'lumot berishdi. O'rtoqlar, mana puliga bo'lsa, narxini aytib ketaveray, 18 million dollar tushib beramiz, sotamiz, telefon qilishsin, sotamiz deb aytayaptilar, lekin vidlari chiroyli o'rtoqlar. Shu minuslarni aytib ketay. GB gazga urilmagan, eski texpasportda tormoz qismini ko'rsatib oladi va 4 ta balon ekan. Endi telefon qilsanglar, arzonroq qilib berishadi o'rtoqlar, olasizlar. Ikkinchisi o'rtoqlar, bu ishlab yurib turgan o'sha taxta kuzovlisi bu 88-yil o'rtoqlar, zavodskiy UAZ Bartoy, o'sha bitta kelgan ekan, o'sha pochta xizmat yurgan mashinani ikkovini birdaniga olib ishlatib yurgan mashina ekanlar. 88, motor 21, ishlab yurib turgan motor deyaptilar. Balonlari o'rtacha, korobkalari yaxshi. Gazi ikkita torpeda, GBAga bu ruxsati bor, gazga urilgan, yangi texpasportda buni dokumentlarda muammo yo'q. Ishlab turgan mashina ekan. Ramasi butun, rozetkasi bor, lekin endi kardan pardan olib buni ham ozmas rozetkasi, rasxodi bor, o'sam ishlayveradi deb aytayaptilar. Salonlari o'rtacha during ishlab turibdi. Albatta, ikkalasiga ham gen berilaveradi deb ma'lumot beryaptilar. Buni narxi 22 million tushib beraman deb ma'lumot berishdi. Namangan shahrida turibdi. Telefon qilsanglar, lokatsiya berishib, borib ko'rib, tepasi barakan qilib olaverasizlar. Video past telefon raqam shu nomerda Telegram bor. Aloqaga chiqinglar o'rtoqlar. Xullas, konteyner kuzovdagisi vidlari chiroyli bo'lib turibdi. Motorlari yaxshi ekan, ramalari butun. Xo'p, gazlari bor ekan, 18 million kelishtirib beraman, tushib beraman. Taxta kuzovda ishlab turgan dokumentlari hamma yo'q joyida ekan buni. Buni 22 million tushib beraman deyaptilar. Optimga olsanglar, agar ikkovini olaman desanglar, ancha tushib berishsa kerak. Tushib beramiz deyaptilar. Sotar ekanlar xullas shu. Sizlarda ham sotiladigan mashina texnikalar bo'lsa, tibbiy raqam murojaat qilinglar menga. Minglab odamlar ko'rib ishini bitiryapti. Bozorga borib o'tirmaysiz, uyingizda mazax sotasiz. Bizni sotish koeffitsienti yuqori buyurtma berasizlar. Akalar, ko'p vaqtingizni olib qo'ydim, uzr. Endi buni olib qo'yish kerak. Arzonga olib, maza qilib dalalarda ham umuman tinmaysizlar, xudo xolasa, olib ishlatinglar ko'rishguncha.